Ilya Topuria barcha UFC reytinglarida Islam Makhachevdan o'zib ketdi. Shuningdek, u Instagramdagi obunachilar soni bo'yicha ham rasmiy ravishda Islam Makhachevni ortda qoldirdi. Merab Dvalishvili Ilya Topuria bilan bo'lgan sparringdagi qiyin tajribasi haqida gapirdi. McGregor Topuriadan kelgan bashoratli xabarni oshkor qildi va unga haqoratli post qoldirdi. Paddy Pimblett va Justin Gaethje UFC 319 da jang qilishadi. Video davomida ushbu qiziq yangiliklar haqida batafsil bilib olamiz. Demak, biz boshladik. Ushbu video Vanix kompaniyasi tomonidan tayyorlandi. Sport o'yinlaridan pul ishlab olishni xohlaganlarga video kommentariyasidagi ishonchli omad silkasini eslatib o'taman. UFC, futbol va bir qancha sport turlaridan pul ishlab toping. Buning uchun video kommentariyasiga o'tib, ro'yxatdan o'ting. Saytdan ro'yxatdan o'tib, hisobingizni xohlagan summaga to'ldirsangiz, depozitingizga qo'shimcha 3 million so'm bonus qo'shib beriladi. Ro'yxatdan o'tayotganda promokodga ushbu so'zni kiritsangiz, qo'shimcha bonuslarga ham ega bo'lasiz. Barchaga omad. Ilya Topuria yengil vazn toifasida yangi UFC chempioni bo'lish orqali Islam Makhachevni vazn toifasidan qat'iy nazar tashkilotning eng yaxshi jangchilari ro'yxatida birinchi o'rindan chiqib chiqardi. Islam Makhachev 2023-yil Aleksandr Volkanovskini chempionlik uchun revansh jangida nokautga uchratib, UFC pound for pound reytingida birinchi o'rinni egallagan edi. Merab Dvalishvili ushbu ro'yxatda 3-o'rinda qoldi. Aleksandr Pantoja esa reytingda 9-o'rindan 5-o'ringa ko'tarildi. Reytingdagi bu o'zgarishda katta muammo ko'rmayapman. O'ylaymanki, Makhachev yarim o'rta vazn toifasida chempion bo'lsa, yana birinchi o'rinni qo'lga kiritadi. Agar u ikkinchi chempionlikni qo'lga kirita olmasa, demak, o'zgarishlar adolatli. Bu hikoyadan bitta xulosa bor. Topuriani endi Dan White boshqaradi. U kurashchilarning unga yaqinlashishiga yo'l qo'ymaydi. Topuria Conor kabi yana bir yulduz. Unga qarshi kurashchi chiqsa, parterda yutqazib qo'yish mumkin. Demak, Topuria Sarukian, Islam yoki Movsar bilan jang qilsin. Shunda ko'ramiz, uning zo'rligi qancha davom etarkan. Dvalishvili Topuria bilan bo'lib o'tgan sparring haqida gapirdi. Uning gaplari: "Men u bilan sparring o'tkazdim. Uning ajoyib kurashi, ajoyib jiu-jitsusi bor. Buni hammamiz bilamiz. Rostini aytsam, endi u bilan jang qila olmayman, chunki u juda qattiq zarba beradi. U meni 2 marta tana zarbalari bilan ushlab oldi. Xudoga shukr, boshim og'rimadi. Har safar u bilan sparringni tugatganimda xursand bo'laman va UFC chempioni bo'lganidan Xudoga shukronalar aytaman", dedi Merab Dvalishvili. Sobiq 2 karra UFC chempioni Conor McGregor 19 yoshli Ilya Topuriadan 9 yil avval bashoratli bo'lib chiqqan shaxsiy xabarni oldi. Irlandiyalik jangchi ijtimoiy tarmoqqa skrinshotni joylashtirdi va shunday dedi: "Tabriklayman, bir kun kelib men ham siz kabi bo'laman", deb yozgan Topuria 2016-yilning noyabrida McGregorga. 9 yil o'tib postga irlandiyalik "hammasi halol o'g'lim" deb izoh berdi. McGregordan farqli o'laroq Topuria rasmiy ravishda tashkilotning 2 karra chempioni bo'la olmadi, chunki liga bunday amaliyotdan voz kechdi va jangchilar boshqa vazn toifasida chempionlik imkoniyatini qo'lga kiritishni istasa, kamarni bo'shatishlarini talab qilmoqda. Bunga yaqqol misol Islam Makhachev. Holat haqida mening shaxsiy fikrim: Conor 9 yil davomida 19 yoshli jangchilardan olingan yozishmalar yoki xabarlarning skrinshotlari tarixini saqlab kelayotganiga kimdir ishonyaptimi? Menimcha Conor har doimgidek harakat qilmoqda. Har qanday shov-shuvda u o'zini reklama qilishi va jamoatchilikka o'zining voqea qahramonlari bilan solishtirganda qanchalik buyuk ekanligini eslatish kerak. 9 yil oldingi skrinshot kecha ertalab tayyorlangan bo'lsa, hayron bo'lmayman. Paddy Pimblett va Justin Gaethje UFC 319 da jang qilishi mumkin. 16-avgust kuni Hamza Chimayevga qarshi jang qiladigan janubiy afrikalik jangchining so'zlariga ko'ra, tadbirning ikkinchi muhim jangi Paddy Pimblett va Justin Gaethje o'rtasidagi qarama-qarshilik bo'lishi mumkin. Du Plessisning gaplari: "Bu kartada katta janglar bo'ladi. Asosiy voqea Paddy Pimblett va Justin Gaethje. Bu ajoyib jang", dedi Du Plessis o'zining YouTube kanalida. Agar bu ma'lumot tasdiqlansa, Gaethje Pimblett jangga da'vogar maqomiga ega bo'lishi aniq bo'lardi. Har ikkala yengil vazn toifasidagi sportchilar ham o'tgan dam olish kunlari Ilya birinchi raundda Charles Oliveirani nokautga uchratib, chempionlikni qo'lga kiritganini shaxsan tomosha qilishdi. Video va yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib keting. Sizlar bilan doimgidek Tahlil MMA kanali edi. Ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.